Birinchi aytadigan gapim. Agar sun'iy intellektdan foydalanmayotgan bo'lsangiz, tezroq boshlang. Foydalanayotganlarga gapim bor. Siz katta ehtimol bilan sun'iy intellektdan qanday maksimal foydalanishni bilmaysiz. ChatGPTni ochasiz, unga biron qanaqa savol berasiz, javob olasiz, yopasiz. Ertasiga yana xuddi shunday. Faqatgina savol javob qilish bu sun'iy intellektning atiga 10%. Bugun men sizga qolgan 90% ni qanday ishlatishni ko'rsataman. Ortiqcha gap so'zlarsiz, misollar bilan ko'rib chiqamiz va video yakunida siz sun'iy intellektdan oldingiday foydalanmaysiz. Sun'iy intellektga o'rgating. Yuqorida aytganimdek, sun'iy intellektdan ko'pchilik bir xil foydalanadi. Faqatgina savol javob qilishadi va natija ko'pincha o'rtacha, na yaxshi emas, na yomon emas. Inglizlarda bir gap bor. Garbage in, garbage out. Ya'ni buni o'zbekcha tarjima qilganimizda nimani eksan shuni o'rasan. Ko'pchilik sun'iy intellektga yomon savol beradi, yomon javob oladi va uni yomon deb hisoblaydi. Endi tasavvur qiling, yangi xodim ishga keldi. Aqlli bola tez o'rganadi, lekin siz unga kim ekanligingizni, u nima qilish kerakligini va undan nima kutayotganingizni aytmasangiz, u ishlaydimi? Ha, ishlaydi, lekin siz kutgan natijani ola olmaysiz. Sun'iy intellekt ham xuddi shu bola. Xo'sh, qanday qilib o'rgatiladi? Bizga 4 ta narsa kerak. Birinchisi rol. Sen marketing sohasida 10 yillik tajribaga ega mutaxassissan. Shu bitta kichkina gap bilan sun'iy intellekt umuman boshqacha darajada ishlashni boshlaydi, chunki u o'sha roldagi barcha bilimni ishga soladi. Rolsiz hamma uchun o'rtacha javob beradi. Ikkinchisi ma'lumot. Siz o'zingiz yaxshi deb hisoblagan ishlaringizni, yozgan ma'lumotlaringizni, qilgan tahrirlaringizni sun'iy intellektga bering. Masalan, mana mening 5 ta yozgan postim. Uslubimni o'rganding. U uslubingizni o'rganadi, ko'radi va keyingi suhbatlaringizda xuddi sizning uslubingizda yozadi. Uchinchisi aniq buyruq. Shunchaki xat yoz emas. Masalan, 5 ta mijozga 10 ta xat yoz. Har biri 3 qatordan iborat bo'lsin va rasmiy ohangda bo'lsin deng. Qancha aniq bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu xuddi magazinga kirib, menga shunchaki go'sht ber emas, qanaqa go'shtligi, necha kilo bo'lishi va qanaqa turdagi go'shtligini aniqlashdek gap. To'rtinchisi format. Jadval shaklida ber, ro'yxat qilib yoz yoki 3 qatordan oshmasin. Shu kabi formatlarni aniqlashtirmasangiz, sun'iy intellektning o'zi tanlaydi va ko'pincha siz xohlagan formatda emas. Demak, 4 ta checklist. Birinchisi rol, ma'lumot, aniq buyruq va format. Shu formulani o'zingizga saqlab qo'ying. Aytgancha, yana bitta kuchli uslub bor. Deylik, sizning sohangizda biron qanaqa kuchli kitob bor. Endi o'sha kitobni o'qib o'tirish shart emas. Uni sun'iy intellektga berasiz va o'sha kitobni yozgan dahodek sizga ma'lumotlarni beradi. Bular sun'iy intellektni shunchaki vositadan sizning shaxsiy yordamchingizga aylantirishga yordam beradi. Sun'iy intellektni o'z uslubingizda ishlating. Tasavvur qiling, siz yangi odam bilan tanishdingiz. U odam siz haqingizda hech qanaqa ma'lumotga ega emas. Ismingiz nima, qayerda ishlaysiz va qanday ohangda gapirishni yoqtirasiz. Sun'iy intellektlar ham xuddi shunday. Yangi modelga o'tganingizda, masalan, GPT dan Gemini'ga, Gemini'dan Cloud'ga, bu yangi do'st orttirgandek. Va buni oldini olish uchun sizga master prompt yordam beradi. Master prompt bu siz haqingizdagi hujjat. Ismingiz nima, qayerda ishlaysiz, kimlar bilan ishlaysiz, nimani yaxshi ko'rasiz, nimani yomon ko'rasiz. Buni hammasini bir marta yozasiz va har yangi modulga o'tganingizda suhbat boshiga joylaysiz. Va sun'iy intellekt sizni yillardan beri biladigan do'stingiz kabi ishlaydi. Xo'p, u qanday yoziladi? Eng oson va aqlli yo'l uni sun'iy intellektning o'ziga berish. Masalan, menga master prompt yozishda yordam ber. Menga kerakli savollarni ber, men ularga javob beraman va suhbat oxirida uni hujjat ko'rinishiga aylantiramiz. U sizga bir qator savollarni beradi, har biriga to'liq va aniq javob berishingiz kerak. Keyin uni PDF yoki Word ko'rinishida saqlang va har bir yangi suhbat boshiga joylang. Oldin men SMM mutaxassisiman, auditoriyam 20-30 yoshli odamlar deb bir qancha ma'lumotlar berardingiz. Endi ularni yozish hojati yo'q. Sun'iy intellekt hammasini o'zi biladi. Ekranda ko'rganingizdek, master prompt bilan va master promptda olingan natijalar ancha farq qiladi. Bu Strangerdan Best Friendga o'tish. Hozir sarflagan 30 daqiqa vaqtingiz sizga oylar davomida yuzlab soatlar tejaydi. Lekin master prompt faqatgina boshlanishi. Keyingi prompt undan ham kuchli. System prompt. Bir vaziyatni tasavvur qiling. Siz bir loyiha ustida sun'iy intellekt bilan ishladingiz. Unga qayta o'rgatdingiz, tuzatdingiz va nihoyat siz xohlagan ideal natijani oldingiz. Keyin o'ylab qolasiz, qaniydi boshqa ishlarimda ham xuddi shunday javob bersa edi. Lekin yangi suhbat ochasiz va hammasi noldan boshlanadi. System prompt aynan shu muammoni hal qiladi. Master prompt siz kim ekanligingizni taniydi, kim siz nima ish qilasiz. System prompt umuman boshqacha ishlaydi. U sun'iy intellektga qanday ishlash kerakligini aytadi. Qanday javob berish, qanday ohangda gapirish va nimalardan qochish. Eng qizig'i buni sun'iy intellektni o'zi yozib beradi. Qanday ishlashimiz kerak? Oldin sun'iy intellektni o'zi bilan ishlang. Unga qayta feedbacklar bering, to'g'rilang, siz xohlagan ideal natijaga olmagunizga qadar. O'sha natijani olganingizdan keyin unga shunday deng. Mana shu natijani system prompt qilib yoz. Keyingi safar yangi suhbatda xuddi shunday natijani olishim uchun. Va u xuddi shu olingan natijani formulaga solib beradi. Keyingi safar yangi ish boshlaganingizda xuddi o'sha formulani ishlatib, siz xohlagan natijaga tezroq erishasiz. Ko'pchilik bunga ishonmaydi, lekin ekranda o'zingiz ko'rib turibsiz. Oddiy prompt bilan 20 daqiqada olingan natija va system prompt bilan 2 daqiqada olingan natija. Bu sizning intellektual mulkingiz. Bir marta yaratasiz va abadiy ishlaydi. System prompt ham yagona kuchlisi emas. Yana bitta kuchlisi bor. Projects, papkalar. Hozirda ko'pchilik faqatgina bir loyiha ustida ishlamaydi va har bir loyihani ma'lumoti ko'p. Va har yangi suhbat ochganingizda men mana bu loyihani ustida ishlayapman deb tushuntirish ko'p vaqtingizni oladi. Lekin ChatGPT va Cloud'da ko'pchilik bilmaydigan bitta funksiyasi bor. Projects. Ya'ni o'zbekcha qilib aytganda loyihalar.
Xo'p, u qanday ishlaydi? Juda oddiy. Siz bir marta loyiha yaratasiz, uni masalan klient A uchun marketing deb nomlaysiz va ichiga hamma kerakli bo'lgan master prompt, system prompt, loyiha haqidagi ma'lumotlar va hujjatlarni yuklaysiz bir marta. Va endi sizda bir nechta bir-biriga ulanmagan loyihalar bor. Klient A, klient B va ichiga kirib suhbat boshida mana bu loyiha ustida ishlayapman deb tushuntirishga hojat yo'q. Shunchaki kirasiz, o'sha loyiha haqidagi savollaringizni berasiz. Ko'pchilik buni bilmaydi va shuning uchun ko'p vaqtni isrof qiladi. Lekin endi siz bilasiz. Agarda siz men hozir yuqorida aytgan barcha ishlarni bajarayotgan bo'lsangiz, ya'ni sun'iy intellektga nima qilish kerakligini aytayotgan bo'lsangiz, demak siz ishning 80% ni bajaryapsiz. Sun'iy intellekt esa atigi 20% ni bajaryapti. Bu push prompting. Lekin aksincha, siz ishning atigi 20% ni, sun'iy intellekt esa 80% ni bajarishi mumkin. Ya'ni siz undan nima xohlayotganingizni o'zingiz aytasiz, u yo'lni o'zi topadi. Bu pull prompting. Oddiy misolda tushuntirib beraman. Siz taksistga har qadamda o'ngga buriling, chapga buriling deysiz, bu push prompting. Lekin o'sha taksistga shunchaki GPS da yakuniy manzilni ko'rsatasiz va taksistning o'zi qaysi yo'l bilan borishni hal qilishi bu pull prompting. Endi pull promptingni qanday ishlatamiz? 3 ta qadam. Birinchisi rol va kontekst. Sun'iy intellektga kim kabi ishlash kerakligini va vaziyatni tushuntiring. Ikkinchisi faqat natijani o'zini aytasiz. Masalan, menga sovuq mijozlarni qo'ng'iroq-qo'ndovchi suhbat zanjirini ber deysiz. Faqat shu. Qanday qilish kerakligini aytmaysiz. Uchinchisi eng muhimi, unga shunday deng. Buni yaratish uchun menga kerakli savollarni ber. Men ularga javob beraman, keyin yaratasan. Va u sizga savollarni beradi. Ularni hammasiga aniq to'liq javob berasiz va hech narsani o'ylamasdan oxirida ideal natija chiqadi. Ekranda ko'rishingiz mumkin. Pull prompt bilan va push promptdan olingan natijalar va sarflangan vaqt. Ko'pchilik buni ko'rganda nimaga buni oldin bilmadim deyshadi. Sababi oddiy. Buni oldin o'zbek tilida hech kim tushuntirmagan. Hozirgacha. Bitta vositani tanlash. Savol. Siz hozir qaysi sun'iy intellekt modelini ishlatyapsiz? Ko'pchilik men ham GPTni, ham Gemini, ham Cloudni, ba'zan hatto Grokni ham ishlataman deydi. Natija hech qaysi birini yaxshi bilmaydi. Bu xuddi musiqa asboblariga o'xshaydi. Agarda siz bir vaqtning o'zida doira, pianino, dutorni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'rgana olmaysiz. Agarda siz faqatgina bittasini tanlab o'shani oxirigacha o'rgansangiz, qolganlarini o'rganish osonroq bo'ladi, chunki sizda musiqa haqida tushuncha bor. Sun'iy intellekt ham xuddi shunday. Birdan ikkinchisiga sakrab yurish bu o'rganish emas. Bu shunchaki o'zingizni band qilib, hech narsa qilmaslik. Qaysi birini tanlash kerak? 3 ta asosiy variantlar bor. ChatGPT eng mashhuri, o'rganish uchun qulay va integratsiyalari ko'p. Cloud chuqur tahlil uchun, kodlar uchun eng kuchlisi va Gemini agar Google mahsulotlaridan ko'p foydalansangiz va real-time ma'lumotlar kerak bo'lsa. Eng yaxshisini tanlash bu sizning ishingizga bog'liq. Lekin qaysi birini tanlashingizga qat'iy nazar, birinchi o'shani chuqur o'rganing, undan keyin qolganlariga o'ting. Sun'iy intellektni o'zini kasbga aylantirish ham mumkin. Chunki ko'rib turibsiz, hozir bu zamon talabi. Har bir kompaniyalarga sun'iy intellekt mutaxassislari kerak. Hozir shunday ochiq vakansiyalar ham bor. Maoshi 10 milliondan 50 million so'mgacha. Endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Agar bu soha shunchalik yaxshi bo'lsa, uni qanday boshlash kerak? Ko'pchilik meni matematikam yaxshi emas, vaqtim yo'q, lekin qayerdan boshlash kerak deb o'zini cheklab qo'yishadi. Lekin men sizga aytaman, matematikani maktab darajasida bilsangiz yetadi. Qolgani shart emas. Buni qanday bilamiz deysizmi? Chunki Mohirda data science va sun'iy intellekt kursi bor. Kursdan 3 ta ekspert olib boradi. Anvar Narzulayev, Mohirda asoschisi va 20 yil tajribaga ega ekspert. Adham Zokirov, O'zbekistondagi rasmiy Google developer ekspert. Iqboljon Sobirov, Oxfordda PhD va Deep Learning moduli muallifi. Kursni noldan boshlaysiz. Python, ma'lumotlar tahlili, Deep Learning, Machine Learning, bularning hammasi bosqichma-bosqich va har bir modul oxirida real loyiha qilasiz. Ya'ni bu degani ham kursni tugatganingizdan keyin sizning portfoliyongizda tayyor 6 ta loyiha bo'ladi. Men buni bilaman emas, mana mening qo'limda nimalar keladi deya oladigan holatda bo'lasiz. Yuqorida aytganimdek, ko'proq vaqt ajratsangiz, 4 oyda ham tugatishingiz mumkin va kursga yozishingiz bilan darsni boshlaysiz. Guruh to'lishi kerak degan narsa yo'q. Pastdagi havola orqali kurs haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Xo'sh, bu videoda nimani o'rgandik? Sun'iy intellektga faqat savol-javob berish bu uning 10%. Bugun biz qolgan 90% ni qanday ishlatishni o'rgandik. Demak, master prompt, system prompt, push prompt, pull prompt va projectlar. Bularning hammasi hozir ishlatish kerak bo'lgan narsalar. Va eng muhimi, 10 daqiqa qilingan amaliyot 10 soat ko'rilgan tutorialdan kuchliroq. Ya'ni bu videoni ko'rganingizdan keyin boshqa videoni ko'rishingiz shart emas. Hozir biron qanaqa sun'iy intellektni oching, biz ko'rsatgan narsalarni amaliyotda sinab ko'ring. Natija umuman boshqacha bo'ladi. Bu videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Har hafta shunga o'xshagan amaliy videolarni chiqarib boramiz. Ko'rishguncha.